Sharof Boshbekov. Temir xotin. Jiddiy komediya. Kulgining o'zi nima? Rangi qanaqa? Qanday materialdan yasalgan? Xullas, shu masalada qattiq bosh qotirdim. Vale shunday xulosaga keldim. Kulgi ham ikki xil bo'lar ekan. Bama'ni kulgi, bema'ni kulgi. Shunday bir asar yozishni orzu qilib kelaman. Uni ko'rgan tomoshabin qah-qah urib kulmasa, biroz havas, bir qadar ma'yuslik bilan jilmaysa va jilmayib o'tirganini o'zi ham sezmasa. Bilasizmi? Bu tabassumda ta'ma yo'q. Bu nihoyatda shirin, huzur baxsh, iliq va yoqimli kulgi. Tomoshabinni kuldirish oson, jilmaytirish qiyin. Kulguning yana bir turi bor. U jirafa kulgi deyiladi. Yo'q, men hammadan keyin kuladiganlarni aytmayapman. Hayotda shunday voqealar yuz beradiki, aynan o'sha paytda hech kim kulmaydi. Voqea sodir bo'lib o'tganidan ancha keyin eslab kulamiz. Aytaylik, it quvayotgan odam o'sha paytda kulmaydi-ku, to'g'rimi? Keyin oradan ma'lum vaqt o'tganidan so'ng o'sha paytda qanday qochgani, nima deb dodlagani haqida gapirib yoki eslab kuladi. Muallif: hurmatli kitobxon, qo'lingizda ushbu kitobdan Sharof Boshbekovning Temir xotin komediyasi, Falakning gardishi kinoqissasi va mening yozuvchi bo'lganim biografik hajviyasi o'rin olgan. Umid qilamizki, adibning komediya va hajviyasini o'qiganingizdan keyin adibning o'zi aytganidek yuzingizda nihoyatda shirin, huzurbaxsh, iliq va yoqimli kulgi paydo bo'ladi. Falakning gardishi kinoqissasini mutolaa qilar ekansiz, muhabbatga, adolatga, halollikka bo'lgan ishonchingiz yuksalishiga shak shubhamiz yo'q.